Siz ham Instagram reelslaringizda bu odamning videosi hech olmaganda bir marta bo'lsa ham chiqqan. Bu qanaqa qilib Instagram orqali o'zini qimmat oyoq kiyimlarini osongina sotayotganini top ikkita sababini sizga tushuntirib beraman. Siz bo'lsa videoni oxirigacha ko'rib, like bosishni esingizdan chiqaring. Birinchisi, u kiyimni matosi yoki choklarini maqtab o'tirmaydi, u bitta savolga vizual javob beradi. Mendan kiyinadigan odamlar qanday hayot kechiradi? Qimmat superkarlar, chiroyli qizlar va elita hayot tarzi. Siz kiyimni emas, o'sha hayot tarzini sotib olishni xohlaysiz. Ikkinchisi bo'lsa, hissiyot orqali sotish. Boy va to'lovga qobiliyatli auditoriya mahsulotni funksiyasi uchun emas, u beradigan status va emotsiya uchun sotib oladi. U kiyim sotmaydi, u o'sha kiyim ichidagi muvaffaqiyat hissini sotadi. Siz ham biznesingizda qimmatroq sotmoqchimisiz? Siz mahsulotni emas, u beradigan statusni, emotsiyani, hissiyotni ko'proq sotishga harakat qiling. Shunaqa foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling, chunki Instagramni yurgizish va shunga o'xshash foydali ma'lumotlarni sahifamda bo'lishib boradi.